Qo'ylar keyin vaqtida ukol dorisini qilish kerak. Vaksinalarini Vaksinalarini. qo'ydi qilsa 1 riyalni keldi. Buni qo'yam, oq qo'yam keyin edi-da, realni. Hozir ko'rsam o'ta katta bo'lib ketibdi aka, qanday bo'yapsiz buni? Bularga endi vitamin ukollarni ham vaqtida qilish kerak. Keyin rejim bilan boqish kerak. Rejim bilan. Rejim bilan o'sha soatiga qo'yib, 8 da yem berilsa 8 da, 6 da yem berilsa 6 da vaqtida o'sha yemini berish kerak. Assalomu alaykum Chorvadi hurmatli obunachilar. Akalar, bugungi videomizni orasha ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa sizlarga uy sharoitida qo'ydi boqishda arzon uslubda ko'rsatib boramiz akalar. Videomizni boshida like bosib, obuna bo'lmaganlar bittadan obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa videomizni orasha ko'rib turibsizlar, ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa Jabir akamlar bilan. Assalomu alaykum obunachilar. Sizimsizlar? Xudo xolasa uy sharoitida bir obunachilarga bir tanishtirib o'tsak aka. Uy sharoitida shu makka yorma, arpani bug'doy arpa qilib beriladi. Aka, uy rejim qo'yib olish kerak. Bitta rejim qo'yib olish kerak. Keyin arpa silos beramiz. Arpa silos. Obunachilar. Bu aka soat nechta beriladi? Bu soatga bu qo'yni boqish uchun hurmatli obunachilar soatga qo'yib berish kerak-da, bo'lmasa qo'ylar o'zgarmaydi. Realni gap mana. Qarang, mashalloh, xudo xolasa havas qilinglar, niyat qilinglar, bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa hamma uyda kamida 100 tadan hurmatli obunachilar. Bu nima ko'rsatib o'tsak, hurmat aka? Bir mahal beda beramiz. Bir mahal beda. Quruq beda ertalab. Mana hurmatli obunachilar, quruq beda beriladi. Bu ko'rsatib o'tsa, maydami aka? Ha. Mana. Quruq beda. Keyin undan keyin yem beramiz. Undan keyin yem. 6 da quruq beda solinadi, undan keyin yem. Keyin kechki 6 da yana arpa silos beramiz. Arpa silos beriladi. Arpa silos beriladi, keyin yana yem. O'sha yemlari har bittasiga pashta 1 kilodan yeydi. 1 kilodan yeydi kuniga. Pashta hammasi. Xolasa akalar, pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Jabir akamlardan qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib tortinmay. Oldilarida mana shunga o'xshagan vitaminli tuzlar turish kerak. Oldida turish kerak-a? Oldida turish kerak, pastiyanni. Keyin hurmatli obunachilar, oldida suv ham turish kerak buni. Oldida 24 soat suv turish kerak. Suv tursa hurmatli obunachilar yaxshi o'zgaradi-da, tanaga bir suv kirib, Jabir aka. Vaqtida vitaminlarni, ko'ldorlarni qilib, yaxshilab boqsa, yaxshi foyda bor ekan. Bu biz ham endi birinchi marta boqishimiz, keyin yana Xudo xolasa yaxshilab boqmoqchimiz, ko'paytirib bularni yaxshilab foyda qilsak, yanada yaxshiroq boqamiz, Xudo xolasa, qo'ralarni kengaytirib, yaxshiroq. O'zi aka, bu mehrni berib qarayapsiz shekilli, mana qo'ylarni qarang. Zotga ham aytaveradi, hurmatli obunachilar, telefonda qanaqa ko'ryapti bilmadim, mana o'ta katta qo'y. Mana tumorlari bilan. Bu ertalab 6 da hashak beriladi-mi hashak aka? Xudo xolasa ertalab 6 da shu hashakni beriladi. Mana shuni beriladi, hurmatli obunachilar. Keyin yem beriladi. Keyin yem beriladi. Qaysi yem aka? Yem teparoqda, uyda. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, yem. Xolasa video boshida ko'rsatib o'tamiz alohida. Keyin arpa beriladi aka? Arpa beriladi. Arpa hurmatli obunachilar ko'rinadi, xolasa. Arpa silos. Arpa silos. Tuz qo'shib beramiz arpa silosga. Tuz qo'shib, vitaminlarni qo'shib, vitamin, kalsiylari bor. Kalsiy. Veterinariya aptekada 30 mingga 5 kilolisi kalsiy bor. Kalsiy berib boqqan. Kalsiy berib boqqan, aralashtirib. Xolasa akalar. Qo'yga qanchalik mehr bergan saringiz aka, qo'ylar o'zgaraveradi bular. Bitta qo'shit qo'yib akalar, qo'ylar terib qo'yish hammaga nasib qilsin, deb xolasa. Kimgadir videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like qizartirib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar, deb xolasa sizlar uchun eng foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz.